Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi obyektimizni tugatdik. Chiroyli bo'lib chotga bo'lib chiqdi. Mana podsvet kerak bo'ldi. Bu patologning ortidan liniya tashlab berdik. Sveta liniya patolog tagida qoldi. Patolog oq matviy bo'ldi. Bu tarafda yana bitta xona bor. Bu ham tugadi mana. İşlerimizni ham tugatib oldik. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha shunaqa qilib, chiroyli qilib tuzatib berishga harakat qilamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.